Surxondaryoda 18 mingdan ortiq xo'jalik va qurilish mollarini o'zida jamlagan Romay do'koniga kelganmiz. Bu do'konimizda 19-iyuldan 31-iyulgacha katta chegirma ketyapti. Ya'ni mana shu ko'rib turganingiz Xitoyda ishlab chiqarilgan bitona mishalka apparatimizni mana xitoyliklarning o'zlari ishlab chiqargan va o'zlari kelib Romay do'kondan xarid qilishyapti. Nima uchun? Sababi 3.580.000 so'm narxi, bu hozirda chegirmada 1.800.000 so'm. Bunaqa narx menimcha Surxondaryoda boshqa topa olmaysiz. Undan tashqari mana bunday gaz ballonlarimiz o'rtoqlar 658.000 so'mdan sotilgan shu vaqtgacha. Mana shu videoni ko'rib kelgan va Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari Romay do'koni mijozlari uchun 450.000 so'mdan chegirma narxida endi xarid qilasizlar. Qo'shimcha mahsulotlarning hammasini narxlarini men bilmayman. Bizga mana shu Romay do'konida yaqindan bizga yordam beradigan Shahzod akamiz sherdalar. Assalomu alaykum. Umid aka, yaxshimisiz? Mana mikrofonni taqib olasiz. Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Zo'r aka. Xalqimizga chegirmadagi mahsulotlarni bitta obzor qilamiz. Bo'ldi. Tanishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Nima deydi? Men Romay do'konida mana bu shu yerda ish boshqaruvchisi va shu filialda sotuvchi bo'lib 2015-yildan beri ishlayman. Bilmaganlar endi bilib oldi deb o'ylayman. Shu uchun aynan sizni tanladik. Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlar berasiz. Bo'ldi aka. Qayerdan boshlaymiz aka? Farqi yo'q, xohlagan narsangiz hozirda biz endi bugundan boshlab, bugun 19-iyuldan boshlab 31-iyulgacha hamma narsaga chegirmalarni e'lon qilganmiz. Endi bu yog'iga maktab formalari olish kerak, hamma narsa pul kerak bo'ladi xalqimizga. Shuning uchun xalqimizga manfaatli bo'lishi uchun, yengilroq bo'lishi uchun hamma narsani chegirmada qilib tashladik. Ko'p kishi o'ylaydi, chegirma deganda sotilmay qolgan, so'rovga o'tgan, mana shunaqa mahsulot deb o'ylaydi-da, lekin aksincha mana hozir mana shu mishalka apparatlarni oddiy oladigan bo'lsak, hozir ayni sezonida. Haqiqatan hozir qurilish sezoni. 1.800.000 ga menimcha boshqa topa olmaysiz. Hech kim topa olmaydi. Motorlar nechilik bo'ladi bular? Motor qarang, bunda 750 vatt, 1.5 ming oborotligi bor, 1100 vattligi bor. Klassik brend asosida ishlab chiqarilgan. Bular nemetskiy texnologiya aka. 100% zapchastlari, reduktorlari, hamma narsasi topiladi. Buni o'z sezonni, ne sezonni deb bo'lmaydi. Bu xohlagan vaqtingiz, xohlagan, misol uchun ko'pchilik qishda beton bilan shug'ullanadi, yorilmaydi deb. Ko'pchilik asosan yozda. Yana mana oz gaz ballonlarida ham hozir har doim kerak bo'ladi. Har kun kerak bo'ladigan narsalar xalqqa mayli yordam bo'lsin deb boshqa video boshida shu uchun shulardan boshladim. Bu yoqda drabilkalar bor ekan. Drabilkalarni ham qilganmiz. Suv nasoslarini hozir juda ham sezoni har doimgidek 11.800.000 so'm yozilgan. Hozirda chegirmada 7.800.000, 7.700 dan mana shunaqa qilib berilyapti. Traktorlar ham bor. 10% dan 70% gacha chegirmani qilib beryapti. Motobloklarimiz. Motobloklar 15 ot kuchi, 9 ot kuchi, 7 ot kuchi, dizelli, benzinli variantlari 3.600.000, 4.000.000, 4.5 million ashuna boshlanadi aka. Ko'tarilib ketaveradi. Hammasini ot kuchiga. Sizni kanalingizdan kelgan odamlarga yoki boshqa mana biz bilan birgalikda ishlayotgan blogerlarda, onlayn yurituvchilar izidan kelgan odamlarga 70% ga chegirma urib beramiz. Basseynlar mana aka, basseyn. 1.480.000 so'm edi. Mana hozir sizga birdan narxini ko'rib beraman. Misol uchun eshikni og'zidan ana qilaylik. 1.480.000 so'm hamma biladi bu brendda Intex'niki eng yaxshisi manaki. Qalini 936.000 so'm qilib beraman. 1.480 da hozir 936.000 so'mdan qilib beraman. Mana aka. Stabilizatorlar aka, kirdik mana bu. Hozir eng keraklisi. Eng kerak. Tok hamma joyda muammo. O'zimiz ham даже stabilizator bilan ishlatyapmiz. Kiravering to'g'ri. Assalomu alaykum. Misol uchun mana polvondik aka. 4.380.000 so'm yozilgan, to'g'rimi? 95 dan 280 gacha. 95 voltdan 280 voltgacha bo'lgan tokingizda bir xil 220 vaqt chiqazib beradi. Plus minus 10%. Buni shu bitta xo'jalikda ikkita konditsioneri bor, Ariston, Pariston hamma narsasi bor joylarga qo'ysa bo'ladi. Keyin ham bizda eng asosiysi nima? Yana bitta yutug'i. Bo'ldi, biz sotdik, olib boradi, qo'yib ko'radi, ish bersa qoldi. Bo'lmasa olib keladi, almashtiradi. Mabodo bu kichkinalik qiladigan bo'lsa, kattasiga daplata qilib, katta kichigiga almashtirib beramiz yoki to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, pulni qaytarib beramiz. Misol uchun mana shuni 4.380.000 da 2.700.000 so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha yo'q. Mana shunaqa. O'zimiz 1 yil garantiyasini urib beramiz. Mana shunaqa. Keyin undan keyin ketaveradi. Faqat bittani qilib beryapti deb o'ylashlari mumkin, xohlagan. Misol uchun mana bu 10 kilovatligi 95 dan. To'g'rimi? 95 dan 280 gacha EPA brendiniki, 1 yil kafolati bor.
Buni ham ko'chma servis, hamma narsasi joyida. 2.280 ming qilib beraman shunga. 2.280. Ko'ring, qanaqa, yana nima deysiz? Men qo'lingizda tekkan narsani hammasini aksiyaga tushirib beramiz aka. Konditsioner. Konditsioner 1 kilovatlik, 160 voltdan 240 voltgacha bo'lgan tokizda normal ishlab beradi. 3.280 ming so'm yozilish narxi, mana ko'rishingiz mumkin. 3.280 ming so'm. 1 yil kafolatga ega bo'lgani. Mana aka. 1.980 ming so'm qilib beramiz. 1 kilovat aka, 1 kilovat. Lekin hozir ishlab turibdi, juda. Lekin mana o'zimiz ham qarang, mana yo'q qo'yib Shergacha kelyapti. Mana shergacha kelib turibdi aka. Nima deysiz? Yana qaysi mahsulotlar? Hammasi bor. Mana kullerlarni qo'yib qo'yibmiz aksiyaga. Ключ naborlar. Kullerlarimiz qancha hozir? Kullerlarimiz 950 ming, 900 ming so'm. Ha, 950 ming, 900 mingdan boshlanadi. Ko'tarilib ketaveradi. 1 million 300, 1 million 400 ming so'mgacha bor. Mana buni pastdan qo'yib qo'yadi, mana o'zi ichiga joylashadi. Ko'pchilik. Yonida tefallari, hamma narsasi komplet bor. Qaynatib ham beradi. Ha, qaynatib o'zimiz bilan ishlatib turibmiz. Uni o'zimizga nimani yaxshi deb bilsak, xalqimizga ham shuni ravo ko'ramiz. Mana ключ naborlarimiz, lampochkalar-ku endi aytib shart emas. Bularni o'zi hammasini ularga chegirma bormi? 70% gacha urib berganmiz aka, hammasiga. Shunday kelsa 70% gacha, 10% dan 70% gacha chegirmada urganmiz hammasi. Mana misol uchun mana bular yuvelirlarda nabor aka. Mana shular 50% chegirmada, 24 ming so'mdan. 48 ming yozilgan, mana ko'rib turibsiz. 24 ming so'mdan qilib beramiz mana. 24 ming. Mana amburlar deysizmi? Shit, uyingizga montaj qilmoqchimi uyda mana elektristva tomon. Mana aka ko'rsangiz bo'ladi, Umid aka, avtomatlarimiz, puskatellarimiz. Mana bu ventilatorlarimizning eng kattasi necha bor? Eng kattasi 55 ga 55 bor, 60 ga 60, 120 ga 120. Mana shu narsalarni hozir vodiydan izlab yotibman-da, to'g'risi. Bemalol mana shu yerda necha pul bulardan chegirma bormi? Hammasida bor aka, hammasida chegirma bor. O'rtoqlar, bilasizlar, hozirda Eldor Shomurodovning katta fermasini biz hozir jihozlayapmiz. Ya'ni u yerda katta fermada mana bunday ventilatorlar o'rnatishimiz kerak edi. Men Xorazm vodiyda narxlarini surishtirib yotgandim. O'ylasam, hozir mana shu yerdan olganim menga lut ekan, chunki 50% chegirma, temboli dastavka xizmati yo'q. Hammasi anchagina qulay tushar ekan. Xudo xolasa kuzatib borsalaringiz, mana shu apparatlarni o'rnatgandan keyin Eldor Shomurodovning fermasini yana chiroyli qilib obzor qilamiz. Umid aka, mana 980 ming yozilishi 50% chegirmada 490 ming so'mdan qilib beraman shu sizga. Mana shunisi. Xohlaganingiz, misol uchun ketaveradi. Bu yerda 10% dan 70% gacha hammasiga oddiy mana shu ventilatorlar asosan inkubatorlarda qo'yiladi-da bu. Qo'lda yasalgan inkubatorlar. Mana shu o'zini men vodiydan 1 oy kutib zakaz qilganman-da. Necha pulga tushgan? Endi bilmayman o'sha vaqtda qanchaga tushgan, lekin men yerda borligini endi bilyapman. 528 ming yozilishi 300 ming so'mdan qilib beramiz aka. Mana. Kelaverasizlar. Xullas, Surxondaryo bo'yicha u juda ko'p kishi yaxshi biladi. Nima narsa topolmasa, Romayga bor deydi. Haqiqatan ham 18 mingdan ortiq endi u hisob-kitob qilingani. Hisob-kitob qilingan. Undan tashqari ham bor, yana bir 2-3 ming bor. 18 mingdan ortiq mana shunaqa assortiment bor. Bemalol hamma narsani topishingiz mumkin. Eng qizig'i chegirma narxda bo'lgani u nur ustiga a'lo nur yozgi issiqda. U tarafda hozir nasoslarimiz bor, Umid aka, hozir sezon, hamma joyda hosillar qurib ketyapti, suv yo'qligidan. O'shaning uchun nasoslarimizga ham aksiyani qilganmiz hozir. Mana Wagner aka juda ham ko'pchilik kerak bo'lyapti. Mana hozir bittada aytib o'tib ketay. Wagner 1.3 kilovatlik Bioti brendida asosiy ishlab chiqarilgan. 10 metr o'zining nasotkasi, pistoletlari, shlankasi, hamma narsasi ichida bor. 5 million 580 ming so'm yozilgandi. Mana yozilishlar. Hozirda 3 million 600 ming so'mdan shunaqa qilib beryapmiz. Udilitillar, hamma narsa bor. Aristonlar, bu yoqda nasoslar. Mana beton kesadiganlar aka, asfalt uchun mana hozir ko'p joylarda ko'z ojizlarga darojkalar qilingan. Yerni kesib. O'shanga 1 metrini 20 ming so'mdan kesib berishayotgan ekan. Ada shunday deb aytishdi, arendaga berayotganlar. Shunday. Apparatni o'zi 8 million 800 edi. Plastikdagi 177 lik katta motor. Buni biz hozir chegirmada 5 million 800 dan qilib beryapmiz. Bemalol olib, mana shuni o'zi bilan ham 200 metrda ana qilsa ishlasa bo'ladi-da. Mana qarang. Ishlasa bo'ladi mana. Hop. Bir kunda 20 metr kessin. Ha, aka, bir kunda pulni chiqarishyapti. Shunday olib ketishdi boysunlik ustalar. 200 metrda kestirishdi. Ana arendaga kestirishgan. Uje ikkinchi martaga ham arendaga olmoqchi bo'ldi. Bu yerda ko'rib, bizdan prosta arendaga bormi, yo'qmi so'rash kirishgandi. Biz bo'lsa ularga yangisini berib yubordik. 5 million 800. Mana dvigatellar aka, mana dvigatellarning hammasiga mana.
hammasiga dvigatellarni. Mana Ariolmi? Misa? Ha, misol 6,5 kilovat. Ha, 6,5 kilovat. Nechi pul mana shular? Hozir mana sizga aytaman. Bitta. Tak. Ko'raveray. 1,680,000 so'm yozilish narxi hozirda 980,000 so'mga qilib beramiz mana shu. Buni asosan o'rtoqlar bilasizlar, universal drabilka ko'p sotaman. Ana shu drabilkaga juda ko'p kishi motor izlaydi, marhamat. Chegirma narxda olib qo'ysalaringiz bo'ladi, agar mabodo biron kishiga kerak zarurat joy bo'lsa. Mana keyin katta Alyuminlar gabaritlar ham ham. Alyuminlar aka 600 ming, 650 ming so'm o'sha atrofda. Ularda mana keyin misol uchun mana bularni biz alyumin odmotga 3,5 kilovatli Rubindiki 1,80,000 so'm yozilish narxi hozir chegirmada 650 ming so'mdan qilib beryapti. 3 fazalarga umuman gapirmasam bo'ladi. 3 fazalarni tekinga berib yuboryapmiz desam bo'ladi. Nasoslar mana aka, nasoslar kimga nasos kerak bo'lsa, mana nasoslarni ayni katta gabaritdagi nasoslarimiz mana 33,800,000 edi. Hozirda 24 million so'mga tushgan mana bular. Ha, bular bor kattalari. Hozir mana Qashqadaryoga berdik aka, bundan 3 ta berdik. Qashqadaryoga 3 ta berdik, bitta joyga, yana bitta joyga 2 dona berdik. Mana bu hozir 500 lik turbaga 3 ta nasos chiqarib turibdi. 120 million so'mga shartnoma bo'lgan 3 ta nasos, ustanovkasi, ichidagi invertorlari, shitlari, dastavkasi hammasini o'zimiz mana yaqinda qo'ydik. O'zlari ustanovka qilib berish. Qashqadaryogacha o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Shu joyda obunachilar o'ylashi mumkin, bu do'kon Surxondaryoda, Qashqadaryodan qanday kelib ko'ryaptimi deganlarga o'zlarini Instagramda ijtimoiy tarmoqlari bor. Xuddi shunday. Bitta aytib o'tsangiz, qanday kanal? Romay UZB. Ha, O'zbekiston. Izlasangiz, poystdan bemalol chiqadi va obuna bo'lib qo'ysangiz, mana Shahzoda akamizning o'zlari qiziqarli kontentlarni va sizga foydali ma'lumotlarni berib boraveradilar. Ochiq o'zim ham kuzatib turaman. Sababi hozirda Surxondaryoda mana sammoyka biznesi yaxshi rivojlangan. Borib o'zlari mana bunday avtomatikmi? Ha. Avtomoykalarni sammoykani hozir bizda sammoykani hozir alohida showroomimiz bor, unga ham borib ko'rsataman. $2500 dan tortib $4800 bor. Ular funksiyasidan farq ketaveradi. Hozir bitta hozir. Oldinlari bilasizmi? Buxorodan, Vodiydan kelib ustanovka qilishardi o'tgan yilgacha. Bemalol aloqa qilsangiz, xudo xolasa sifatli, chiroyli va eng zo'rini o'rnatib berishadi. Sababi o'zimizning mahallaga, do'stlarimizga o'rnatib berishgan, mazza qilib o'zimiz ishlatyapmiz. Hammasi eng qizig'i xizmat ko'rsatish yana borda. Ana shunisi zo'r. Bir yil kafolatini urib beramiz hammasiga. Undan tashqari bu yerda nasoslarimiz, avtomatika nasoslarimiz. Hozir mana yangi kelgan mana bu Shimjini yangi Z1, yangi avlod bu nasoslari. Buni tashqariga bemalol qo'yishingiz mumkin. Yomg'irda, qorda, hamma narsada ishlayveradi. Minus 40 gradusgacha nasos ishlab turadi. Suv ko'p joylarda mana korpus yorilib ketadi, bilsangiz. Bunda esa suv muzlab qolmasligi uchun, korpuslar yorilmasligi uchun o'zini ichida sirkulyatsion sistemasi bor. O'zini o'zi suvda aylantirib turadi. Nasos ishlamagan holatda ham ichidagi mexanizm o'zini o'zi sirkulyatsiya qilib turadi. Shuni hisobiga nasos muzlamaydi, kruglashib o'tishni. Ular narxi ham juda ham arzon. Tak, 2,580,000 so'm yozilish narxi 1,800,000 so'mdan qilib beramiz. 1 yil kafolatini urib beramiz buni ham, Shimjiniki. Like mana shu joyga tars bosib ketadigan joyi bo'ldi. Bitta o'zingiz ko'rsatib ketavering operatorimiz. Mahsulotlar. Bu yoqda mana avtomatika nasoslarimiz, Agedellar, mana Agedel nasoslarimiz 980,000 so'm. Ko'p joyda buni 700,000, 780,000, 800,000 so'mdan sotishadi. Biz esa buni 600,000 so'mdan qilib beramiz. Sizni izingizdan kim? Sizni obunachilaringizga mana shu videoni ko'rib, bizga ko'rsatishganlarga qilib beraman. Mana o'tgan safargi videoyingizdan keyin ko'p mana narsalarga endi olib kelishgan. Narxi boshqacha bo'lgan, o'sha aksiya vaqti o'tgan, lekin baribir sizni videoyingizni ko'rsatishganlar uchun o'sha aksiyada, eski aksiyada qilib berdik. O'rtoqlar, nomerni pastga qoldiramiz. Opisiya, kommentariyada ham nomer bo'ladi. Juda ko'p kishi adashib bizga aloqaga chiqishyapti. Romay do'konima deb. Pastda Romay do'konining o'zini operatorlari nomeri bo'ladi. Agar mabodo ko'tarilmay qolishsa, Telegram, WhatsApp ham. Telegram bor, WhatsApp bor, Instagram bor. Hammasidan bemalol yozishlari mumkin. Xo'sh, bu tomon usta akalarimizni sevimli joylari. Bu yerga kelib kallani ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi eskilar. Endi oldin eskilarda bunaqa instrumentlar bo'lmagan. Mana aka, bolgarkalarimiz 125 talik TX brendi. Ko'pchilik izlab yurishadi. 1100 vatlik bo'ladi. Oboroti 11000 oborotgacha 125 talik. Mana hamma narsasi, komplektlar, hamma narsasi bor. Buni biz 180,000 so'mdan qilib beryapmiz.
180 ming so'm. 180 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ko'p joyda buni 350-400 ming so'mdan sotishyapti. Ko'p kishi aytishadi, Romay qimmat deb bilishganlar. Lekin Romayda har xilda, bu yerda savdolashsangiz bo'ladi. Shunaqa. Vibr katta. Ha, 358 ming yozilganmi? Bu уже qarang. Uncha narxga berilmaydi. Buni siz bemalol. Skoroslar. Ha, skorostlari bor, tachit qilishga, hamma narsaga ishlatsangiz bo'ladi. Svarishni apparatlarimiz ham xuddi shunday. Mana jazziklarni ko'pchilik qidirib yuradi. Jazzik bilasizmi? O'zi Nemetska kantashkasi, mana yaxshilari bu 3 million 6 million 380 ming so'm yozilish narxi. Bu ham yerda 350-355 dollar atrofida chiqadi. 4 million qancha ham chiqadi? Ha, shu atrofda chiqadi. Chegirmada. Bolgarkalar deysizmi, shurpayortlar deysizmi, tepadagi plisoslar, sammoykasi bor akalarimiz uchun plisoslarni hammasini taxlab qo'yganmiz aka. Hammasi bor. Qarang. Bu tomonimiz Mikser, lobzik, hamma narsadan bor. Mana dehqon akalarga qaychini qirsillatib, purjinasi qisilib qoldi deyish davri o'tdi. Bular hamma narsa elektronli bo'lib ketdi. Qish kelyapti, endi issiq ham baribir o'tadi-da. Bir kun, ikki kunlik qish kelyapti mana. Benzopilalarimiz mana 1 million 980 ming so'm, Epaniki 1 million 220 ming so'mdan qilib beramiz. 1 yil kafolatini urib beramiz. Rossiyadan ko'tarib kelish foydasi yo'q. Kattasini 1 yil garantiyasi bilan. Buni maydasi 1 million 150 ming so'mmi shunday chiqadi. Har doim aytaman, kerakli narsani keraksiz vaqtda olish kerak. Mana bu narsalar hozir sezon emas, shuning uchun qulay narxda olasizlar. Ana shu tomonlarga e'tibor bering. Santexnik akalarimizni qatori utuklarimiz razmeri bilan. Utuklar o'zi 87 ming so'mdan boshlanadi ekan. 87 ming so'mdan. Ha, bitta 87 ming so'mdan boshlanadi. Bitta payka qilsa hozir 50 ming so'm bitta paykasi o'sha hajmi. Ikkita paykani o'rniga bitta utuk sotib olgan menimcha qulay. Eng qiziq joyi yana o'sha bitta paykani qilish uchun ustani 2-3 kun kutish kerak-da. Xuddi shunday. Hozir ustalarning sezoni kelgan-ku. Iloji yo'q, ishda ularniki ham kimgadir va'da qilgan, lekin o'sha narsa mana uyingizda bo'lsa, o'zingiz ham sal qunt qilsangiz qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Buni olib ketishda yaqinda bo'lgan real holat. Mana beryapmiz har kuni. Akam aytdi, buni dedi yangangga o'rgatib qo'ydim dedi, butun molxona, polxona hamma joyga suv o'tkazyapsiz dedi. Shuning uchun bekorchilikdan o'tirib, qiziqib, usta bo'lib ketmasa o'sha yanga. Shunday bo'lib ketdi. Santexnikadan normal pul bor ekan deb instrumentni bosa oladi. Perforatorlar, katta bolgarkalar 180lik, 125lik. Bu number 1 brendidan ekan. Bu zaklyovka pistolet, elektriskiy. Oldin bunaqa edi. O'sha bular endi hozir zaklyovka pistoletlar elektriskiy variantiga o'tib ketgan. Misol uchun mana bu 1 million 980 ming so'm yozilgan. To'xtadingiz mana. 1 million 980 ming, 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. Chunki qurilishdan chiqib ketganimga 3-4 yil bo'ldi. U vaqtda biz mana bunday nimalar bilan zaklyovka ko'tardik-da. Mana bu yer aka eng asosiy polkamizdan yana bittasi. Nima uchun asosiy? Sizga tushuntirib o'tsam. Bu yerda siz mana shu yerda narsalarni xarid qilib, Cobalt yutib olishingiz mumkin. Yo'q. Ha, Cobalt. Hozir ikkita iPhone 17 Pro Max bergan bo'lsak, ikkita iPhone 17, yana 20 dona Samsung Z Flip bor. 18 dona iPhone 17 Pro Max и главныйga Cobalt qo'yganmiz. Stikerni har bir kompaniyasining mahsulotini xarid qilish kerakmi? Ha, shu Romaydan yoki boshqa joydan Pit mahsulotini xarid qilasiz. Любой mahsulotni xarid qilsangiz, stikeri bor. Stikerni o'chiramiz, korobkada o'chirib, Telegramdan bot ochganmiz. O'sha botda shunday ro'yxatdan o'tasiz, уже sizga bu uchala главный sovg'adan tashqari ham 300 dan ortiq sovg'alar qo'yganmiz. Perforator, bolgarka, shurpayor drill. Xullas, nimadir oldingizmi, sovg'asi bor. Shuni oldingizmi, yana nimadir sovg'a. O'sha kun bitta aka shurpayor olyapti, sovg'asiga svarishni apparat olib ketishyapti. Qarang, bu qaysidir muddat qo'yilganmi? Yo'q, bu yilning oxirigacha, 2026-yilda oxirigacha davom etadi bu. Pit bilan Romay birgalikda mana shu Surxondaryo, Qashqadaryo bo'yicha aksiya e'lon qilganmiz. Mana shu aksiyamiz 2026-yilda oxirgi sanasigacha amal qiladi. Glavni mashina 2026ning oxirida o'ynaladi. Ungacha kichik sovg'alar o'ynalaydi. O'shangacha kichik sovg'alar o'ylanadi. Ungacha mana shu ikkita уже mijozimiz iPhone 17 Pro Max olib ketishdi. Sherdan o'zimiz berdik, уже qo'llarga. Biz pulga sotib oldik. Shunday. Xo'jalikda ko'p kishi e'tibor bermaydi, lekin eng ko'p kerak bo'ladigan charx toshlar. Oddiy pichoqni charxlash uchun qaysidir ustaga olib borish kerak. Har doim bu ayollarning muammosi bo'lgan. Yoki bir qayroq tosh bilan yoki bolgarka bilan u mazza qilmaydi. Mana shunaqa qayroq toshlarni, mana apparatlarni necha puldan eng xo'jalikka keraklari. Agar
eng arzon variantlari, misol uchun mana bu qarang, 698 ming so'm yozilish narxi. Hozirda biz sizga buni 450 ming so'mdan qilib bera olamiz. Mana 450 ming so'mdan 250 talik. Buni maydalari bor, 300 ming 350 ming so'm atrofida chiqadi. Sifat qanaqa endi bular? Sifat 1 yil kafolatini urib beramiz bularga. Faqatgina ana emas, tak 250 vatlik ekan, 1 yil kafolati bor, o'zini servis xizmati. Alohida servis qilib qo'yganmiz. 100% zapchasi bor, ertaga muammo bo'lmaydi. Shuning uchun hammasini sizga. Epalarchi? Epalar ham bor. Epaniki 980 ming. bu 300 vattligi ekan, bu kattasi 980 ming so'm yozilishi, yerda 700 ming 750 ming atrofida chiqadi. Dastavka xizmatlari bormi mana shunaqa? Dastavka Surxondaryo bo'yicha bepul yetkazib beramiz. Faqat endi olayotgan mahsulotiga qarab. Ha, kelishilgan holatlarda qilib beramiz. Chunki bizda ko'pchilik kechqurun telefon qilib olib jo'natib yubor deyishlari mumkin. Unda biz bizni mashinalarimiz ertalab soat 9 gacha chiqib ketadi. O'shangacha biz bir kun keyin chiqarib berishga harakat qilamiz. Shu ish vaqtimiz bizda shu ertalab 6:30 dan kechqurun 11 gacha asosan dastavkani chiqarib berish vaqtimiz, bepul dastavkalarimiz ertalab 9 gacha. Undan keyin naryoq kelishilgan holatda bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, nariga bu tarafda endi santexnika bo'limimiz. Bu yerda hozir mana juda ham kerak bo'ladigan Surxondaryo, Qashqadaryoda o'zingiz bilasiz, ko'p cho'l zona, to'g'rimi? Cho'l zonada nima yo'q? Elektr energiyasi yo'q yoki 2 kilometrdan tok tortib borish kerak. Shunday. O'shani oldini oladigan hozir nasoslarni olib kelganmiz. Hech qanaqa muammo emas. Quyosh panelida o'zi atiga 6 dona quyosh panel bo'lsa, siz 70 metr, 80 metr pastdagi chuqurlikdan suvni chiqarib olishingiz mumkin. Xuddi shu nasoslar. Ha, mana shu nasoslari, skvajin nasoslarimizni hozirda invertorning variantlari, quyosh panelga ishlaydigan variantlarini olib kelganmiz. Mana shular hammasi 7 ta panelga, 8 ta panelga ishlaydigan, ham городской liniyadan ishlaydi, ham quyosh energiyasidan ishlaydi. Avtozapchasi ham sotilyaptimi? Bizda Romayda hamma narsa bor, avtomobilga zapchastlarda ham hamma. Mana yostiqchalarda ham ko'p joyda 40 ming, 25 mingdan olishadi. Biz komplektini 30 ming so'm qilib qo'yganmiz. Ikkitasini 30 ming so'm. Bir joyda. Ha. Keyin mana bular bor. Sparkka chiqollar aka. 470 mingdan o'zi aksiyada sotardik, chegirmada, o'zi hech qayerda yo'q edi. Yana ham tushirib qo'ydik buni. Buni hozir 403 mingga tushirib qo'ydik. 400 ming, 400 ming so'mdan olib ketsalar bo'ladi. Mana bular. Bor eli Sparkka 207 ming, 208 ming, 210 mingga ham bor. Qurilishga keladi. Bu hozir xitoyliklar juda ham ko'p olib ketyapti. O, xitoyliklar shu yerda o'tiribdi. Ko'p joyda boshlashlar kerak. Shuna. Aristonlar aka, hamma uyga Ariston kerak. O'tgan safar ham Ariston olib ketdingiz a? Ha, epadan o'rganman. Maza qilib ishlatyapsiz. Epani 5 yil kafolati bor. Juda ham zo'r. Keyin ham elektr energiyasini boshqa anolarga, firmalarga qaraganda 40% ga tejaydi. O'zi asosan biz shu Epa, Polvon, Royal o'shalar bilan zarb bilan ishlaymiz. Nima uchun? Chunki bu yerda zapchasi bor birinchidan, ikkinchidan servis bor. Erta servis muammo bo'lmaydi. Misol uchun Polvon bilan Epa yoki Zarbda biz garantiya beramiz, servis xizmati borib xizmat ko'rsatib beradi. Sizning uyingizda nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, servis sizning uyingizga boradi. Prosta shunday garantiyni talonni rasmiy tushirib tashlaysiz. Servisni o'zi borib sizga xizmat ko'rsatib beradi. Mana buni sizga, buni ham chegirma narxini aytib ketay bo'lmasa. 1,780 ming so'm, 1,200 ming so'm 5 yil kafolatini urib beramiz. Polvonga 3 yil kafolatini urib beramiz. Epaga 5 yil, Zarbga 5 yil urib beramiz. Xo'p, bu Epani 50 taligi necha pul chiqyapti hozir? Bu yangi model aka, bu boshqa oldingi ilgarigi modellarga qaraganda, boya aytganimdek 40% elektr energiyasini tejab beradi. Tentlari nержавейкalik, 5 yil bakiga garantiya beramiz. 5 yil ichida biror narsa bo'ladigan bo'lsa, yangi Aristonga almashtirib beramiz. 2,380 ming so'm yozilish narxi 1,368 ming so'mga chiqadi. O'sha eski modelning o'zini 1,5 millionga eng tushirilgan oxirgi narxda o'zim oldim. Ha, hozir mana chegirmada ko'ryapsiz, yana ham arzonroq bo'lgan 1,368 ming so'm. Bu nimaga bunaqa qilib qo'yilgan? Buni biz boshqa Aristonlardan farqini ko'rsatish uchun qilib qo'yganmiz. Bu yerda agar e'tibor bersangiz, boshqa anolarda, brendlarda, endi arzon Aristonlarda payka joyi 3 ta bo'ladi. Tepadan payka bo'ladi, krishkani yopish uchun, o'rtadan va pastidan bo'ladi. O'shani hisobiga agar давление 5 bardan o'tib ketadigan bo'lsa, bunda teshiklar paydo bo'ladi va yorilishiga, portlashiga sababchi bo'ladi. Ko'p joylarda hozir Aristonlar portlayapti. O'shani sababchisi o'zi mana shu bakda bo'ladi. Bak 3 chokli bo'lgandan keyin давленияni ushlab tura olmaydi va portlab ketadi. Bu yerda esa bir chokli bo'ladi. Undan tashqari двойной, уже тройной izolyatsiya bo'ladi. Bitta bak o'zining ichida
ana bilan pokretcha qilingan, o'zi qalin ana bu jiddiy kraskalar bilan o'zini zanglamaydigan qilib. Tenti ham mana haqiqatan ham nerjavishli tent, anotlari hamma narsasi bor. Tentiga 1,5 yil garantiya beramiz, bakiga 5 yil garantiya beramiz. Manaki o'z o'rtasida issiqlikni ushlab turadigan o'zini ko'p fenalari va undan tashqari yana bitta nerjavikalik qobiq bilan jihozlangan. Buni ko'rsatib berish uchun klientlar o'zi misol uchun tashqarida mana bu bir choklik ichida nima bunisi bor desangiz ishonmaydi. Shuning uchun biz o'zi bittani kesib ko'rsatib qo'yganmiz. Klientlarga tushuntirish osonroq bo'lishi uchun. Zo'r. Bu yoqda santexnikamiz, ichkariga kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Santexnikamiz juda ham ko'p, hamma narsamiz bor. Hozir uyga kerak bo'ladigan narsalardan filtrlarimiz, o'zingiz bilasiz, osmos filtrlar. Ichimlik suvini 99% gacha tozalab beradi. Polvonniki ham bor, epada ham bor, 7 bosqich, 8 bosqich, 9 bosqich hammasidan bor aka. Hamma santexnika. Hamma narsamiz bor, kabellarimiz bor. Xullas, kelgan odamga hamma narsa bor aka. Bekordan bekorga aytmadik-da. U tarafda yana bolgayka, mixxonalar hammasi bor. Chalkalar Yaqinda oldik, gayka kerak bo'ldi, grubi. Gayka kerak bo'lyapti. Avtozapchasi shuni aylanib qirlikka chiqib ketyapman. Zaril 2 dona. Qaysiga borsam, aka bizda yo'q deydi, Romaga bor. Aniq o'sha yerda bor deydi-da. O'sha miyasida joylashib qolgan hammani. Yo'q narsami? Shu yoqqa boring deydi. Shu yoqdan topiladi deydi. Shu yerdan topilmasa, Romaydan topilishi aniq. Shu yoqda bor deydi-da. Mana bu strapalentalarimiz ko'pchilik izlaydi. Mana bu nima deydi? Shofyorlar. Kranlarni ko'tarishga o'shalarda ishlatiladi. Zo'r, kemandagi kompozitsionniy ventillarda ham tomchilab sug'orish qilgan akalarimiz hammasi o'zi yotib ketgan bo'lsa kerak, ko'p ishlatiladi. Ankerlar kalla poch kuydirishga deydi. Ko'pchilik o'zi buni xitoyliklar ana uni izolyatsiyalarni kuydirib ishlatsa, bizda xalqimiz kalla poch kuydirishga ishlatadi. O'zim ham ishlataman buni. Krovle deydimi shuni? Tepada mana garilkalarimiz hammasi bor aka, iranskiy garilkalar. Bir so'z bilan aytganda mana aka, hamma narsani xalqimiz uchun qilib qo'yibmiz. Hozir odamlar o'zi ikkinchi etajga chiqishga erinyapti, shuning uchun bitta joydan hal qilib ketishlari uchun hamma narsani mana shu yerga olib kelib qo'yishga maksimal harakat qilyapmiz. Hammasi xalqimiz uchun. Faqat foydalanib qolish kerak, ayniqsa hozirgi chegirmadan. Chegirmadan. Videoni sherga yakunlaymiz bo'lsa. Xalqimiz ham o'zi bir yarim soatlar video bo'ldi, lekin o'ylaymanki kerakli video bo'ldi. Inshaalloh shunday bo'ladi. Masalan, bitta narsani olib 1 million bu yerdan olganingizdan foyda qilsangiz, u yarim soat ketgan vaqtingiz hech narsa emas-da. 1 million uchun kimdir 5 kun, kimdir 2 kun, kimdir 3 kun ishlaydi. O'rtoqlar, agar video ma'qul kelgan bo'lsa, Shahzod akamizga bitta like bosib qo'ying. Erinmasdan mana Abzorqullar yana ham do'konga kelsalaringiz, yana imkon qadar chiroyli qilib har bitta bo'limda o'zini maxsus menejerlari bor. Tushuntirib beradi. Manzilni qisqacha tushuntiraylik. Manzil Termiz shahri, Sentr bozorining orqa tarafi, Y Fayzli ko'chasi 1A uy deb ana navigator ko'rsangiz yoki navigatorga 1001 Romay deb ursangiz, 1001 mayda-chuyda deb ursangiz ham chiqib keladi. Google ga yozsangiz ham o'zi chiqadi. Bemalol olib keladi. Ikkita filialimiz bor. Taxta bozorda ham, Sentr bozorida ham bor. Bemalol mana shu ikkita aksiyamiz ikkita do'konimizda ham amal qiladi. Ikkita do'konimizda ham ikkinchi do'kon Yog'och bozorida. Yog'och bozor. Yog'och bozor ro'parasida o'rtoqlar. Keyingi videolarda uni ham yoritib beramiz. Ya'ni chegirmamiz bugun 19-iyul. Bugun kechdan video qo'yiladi. 31-iyulgacha. Shoshilasizlar. Xudo xolasa foydalanib qolsangiz xursand bo'lamiz. Albatta obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kutib qolamiz, kelingizlar.